Ma'u bizga bir kun bir denshi qo'ydik-da, qo'ysak sal egizpasi qalaymiqan denraqi. Ağız yaman bo'lganki, men o'lgilaydim va o'chirib ansam topolmay denshik chopayib qo'yibdi. Bizim bir ağını balıvada onu köz sel çatak. Bir gün ayal sütilen deb javur verse talaq chiqib gaz o'choqni tug'una ketmas nezium deydi. Ma muxtarda bir inimiz vardı bu aşxana açdı. Bir gün bazarı yok. Saqchidan 20 so'mdan 30 versak do'konni oldi qo'yib adam chiqdi deydi. Sen de çıkışında. Bir adam yaman yugaşken de bu adam ayağı bek boz yakıldı ki. Çünkü mışık hotunu bir aylandırıp kesem go, dilim gazı vermez de bir üstten uyga yapıp dedi. Üstten karaya ise bir erkek gazını kendin 7-8 mekan gaz yıkı çünkü. İşte çapak yıkı yaptık ya mekan gazda şak acaba şunda yıkı ettik ya gaz cahit durdu vakrayken de. Koy! Diyenkin erkek gazı vakarsa palak uçukilken mekan gazı. Bu adam bunu görüp yıkılap gitti. Hotun köydün mü hayvan çıkıda bir erkek gazı gibi 7-8 mekan jiptek anlavatıdı. Sen bir 20 yıllık ayalım gibini anlap koysan ne buldu? Elbette sen ayal Türkiye. Bir masetli gibi. Ve senin iş gazetecilik açıklamamadı. Üsküne 15'i başarış göz kirkit bassam bir ayal dümle yetipti. Böylesine koyup kopsula apada bir yölep koysam koplu amin dağıt. Yatırvesler. Yesamkamның bir ağinisi deyadi erketdi de, erketkendi ki Yesamkam ma izdeyme dep deya qarıp çıkıp gitti. Yok yerim gündeki bu Yesamning bo'lib ketdi deb izlab bas Yesamkam yok. Surishtirsa Yesamkam daryoning yuqoriga o'ylab chiqib ketdi de. Yesamkamni mashin bilan izlab yurib xisan tutun tepib, Yesam nima ish qilyapti desa, yillik rahmatini izlab dedik. Ve o sudi erketke adam daryoning oxirida olmay 5 nima ish qildi devasin. Sen go'yla aralashmaganki bilmaysa, o gün nayt aqsaqal nimada davomli yuqoriga yamishidi. Bir adaş ömürde bir arpalan tushib qolibdi ki, biz g'o'ljida o'rimchig bilib ushdi. Ketib berib, adaş deydi desam, derizni ochib tükürib olaydi. Efendim bir ağinisine uyiga kelib, bir yerma yeb yetibdi de, yeb yetganki yo'qsiz adam ki, bir kuni ayoli yig'lab ketibdi. Qanda degan gap bu? Efendim degan zot qanday adam bu? Bu efendimni vaqamdiq, ballarni vaqamdiq, birnimdan bu kessin bu adam. Degandan keyin o ağinisi gapni agitib, efendimni ketkizib o'tmoqchi bo'lib, efendimni qichib kiribdi-ku. Efendim, qattiq ansiravatma, siz tug'aya dahshat urush bo'la o'tibdi. Paq, alomat vaqtida kelyaptimi deydi. Bir beyvatchidan birisi 100 ming pul o'simlik olibdi-da, bir oyda beribman deb. Bir oydan keyin bo'lsa, yiliq beyvatchi pul qanday oldi ekan desam, tijorat qilib yo'qitib qo'ydim aka degandan keyin ansirab ketib, o'simini amma 100 ming qo'yni berib. Debdi, beribman aka debdi, yana bir haftaga kelib qanday qildingiz o'rnini qilaman demakka. Degandan keyin texim ansirab, yana 10 ming qo'y kechirim qo'ydi ekan, 90 ming qo'yni o'sim berib. Demak, cho'qim beribman deb, yana bir haftaga ketdi-da, qanday oldi ekan meniq pul desa, o'rnini qilaman demakka. Degandan keyin texim ansirab, yana 10 ming qo'y kechirim qo'ydi ekan, 80 ming qo'yni o'sim beribgan, tasdiq qilgan pul bu. Biz cho'qim beribman aka, bu da hafta keladi debdi-da. Ma'qul deb 4-chi hafta biz ochiq o'ylan berib, yo'q buni o'rnini qildingmi, qilamidim deb turgan. Ochiq kelib, go, yeligarlik qilib, ag'anting bu pulni jadi beramsa, bermamsa desa, aldirmay turmamsa aka, asta berib o'taman deydi. Başa balı tug'ilib ya bir ay 2 ay bo'lsa taxtı işte chiqdi. Aqtagi deb taxtı işte qardonga chiqib bo'lsa, bir kichik bolaning o'limini. Bir ayam chiqib pashmat bo'lam deydi. Ma bizning mazı bir adam bor. Gap qilsa butun vujudi davatgan gapi ketdi-da, bu odamning harakatlari o'ylan deydi bu odam. Bu adam Ürümchiga olgan bir jarayonni bizga so'zlab berdi, shuni maslahat deb beray. Ürümchiga akam bodiqda biz işte Abduz o'ylanda akam. Xo'jandan tushdiqda akam. Tushibla xo'janning qishilib bir yotoq aka 15 qo'yganda oldiq kirdiqda akam. Yotoq shundoq kirsak ishga qo'ytirdik, xata kirib oldik-da, chiqib shundan. Chiqib ketib qolsak, o'pirtib bir soqchilar kirib ketdi. Burkamdikilik qilib qolsak, yiliq qo'ylarningki o'g'ri o'xshaydi. Birsini tutib ketibdi deb bunaqa.
Şəhərdə bir adamның uyuga o't ketibdi. Taz varazlab ko'yayotgandan keyin bir qo'shnisi aka kirib qapti-da, bu yerga. Kirgandan keyinlar u qo'shnisi sal daltarak nimiki. Ömer menga chiqqina 119 xabar qilgina, men bajarni degan ko'ytuz kelsin. Degandan keyin 119 ga navo Mahmudka. Voy chiqiblar telefonni 119 degan nimaga ursang, turibkini qo'lingga olsang, birsi vay deydi, amkamni uyda o't qo'yapti desang keladi. Lekin ma'qul deb eliq asoslab chiqib, o'diq ketib 118 mis bo'libdi deb bu. Qo'liq shunday turib keldi, "Vay, amkamni uyda o't qo'yapti-da." Degan keyin u 118 mi bir idoraning nomeri o'xshaydi. "Voy, xato uribsiz, biz 118. Endi o'z xapamay aka qo'ysangizni chaqirib qo'ying." Bir adamning bolasi o'rimchiga yurib qattiq pul tep ketibdi bu ovqat qilib. Qaytib kelib, dagidala bilan ketdi-da, dadasi bilan paranglashib, shunda xo'shal o'tasa, tuyuqsizlar ikki qiz ombar uyiga o't tutib ketibdi. Balam yugura chiqib pajarni xabar qilgina, Orombi kagining dammi og'izmidim seni. Degan bo'ladi dada deb joyida o'tiriblar, dagidani chiqiriblar 119 ni urib, pajarni bilan so'zlashib olsa, quloq tugib birini qo'yibdi-da. Ve dada nima ko'rishasiz? Ve harime voy, sen de papa degan nima qildi? Men paraslab o't qo'yapsan, radio tinglab o'tirsan-da.